Akalar, ishxonada qanaqa ishlayapti? Sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Zikr 9X polni kuzov vitsindan urilgan. C16 ga bolalar nimadir qilishyapti, bor-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Nima bo'lyapti? Antiradar qo'yib beramiz 8800 esidan, uka. Yana nima ishlayapti? Tayyorlovkalar bo'ldi krugovoy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Klientsiz-a? Polni kuzov vitsindan urganmiz, 210 mikroligi даже tonirovkalargacha qilib berganmiz. Endi akalar, ichkariga kiramiz. BYDga e'tibor berasizlar, mashina yaltirab ketgan, polirovka, keramika и laminatsiyalarga chaqib berganmiz. Vitsin tonirovka, polni kuzov vitsindan uriladi. Polni kuzov vitsin tonirovka, vitsin profilokasidan uriladi. Mana orqangda merski nima ish qilyapti? Bunga polni detailing funksiyasi bo'lyapti, motor diski salonlarigacha. Akalar, passiv nomerlarga telefon qilib kelaverasizlar.